Paqirlar juda yupqa ko'rinyapti. Yo'lda yorilib ketmasa bo'ldi. Ha, ehtiyot bo'lib yuklaylik. Qancha aytdim xo'jayinga? 1-2 ming so'm foyda qilaman deb yupqa paqir oldi. Nima bo'lsa ham paqirlar sinib ketmasin. Shopirga ayt, sekinroq yursin. Tovaringlar yetib keldi. Yuk sifatli kelmabdi. Hammasini qaytarib olib keting. Hozir boshlig'ingizga ham telefon qilaman. Aka, shunaqa ham paqir olasizmi? Hammasi sinib ketibdi-ku. Sifatli paqir olsa bo'lmaydimi? Aka, endi olsangiz Zar Ekoplastdan oling. Mana shu raqamlarga telefon qilsangiz, O'zbekistondagi eng sifatli paqirlarni tavsiya qilishadi.